Istig'forni qandoq aytish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Alloh taolo istig'for aytinglar debdi. Qandoq aytamiz? Istig'for aytib qolsak, mengib yurib aytsaqmi, diqqatimizni yig'may og'zimizda aytsaqmi bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Istig'for aytishga buyurgan va istig'forni ko'p aytishning fazilati haqida kelgan oyat va hadislar ko'pdir. Istig'for aytishdan qo'lga keladigan foydalarning cheki yo'qdir. Masalan, Nuh alayhissalom qavmini mag'firat tilashga mundoq buyurgan. Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, chunki u haqiqatan ko'p mag'firat qilg'uchidir. Mag'firat tilasanglar, sizlarga mo'l yomg'irliq bulut avatidi. Sizlarga mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni ato qiladi. O'z tonglarini ato qiladi. Hasan Basri rahmatullohi alayh qurg'oqchilikdan dard aytib kelgan bir kishiga Alloh taolodan mag'firat tilagan degan. Yana bir kishi kelib uningga yo'qsillikdan dard aytganda uningga Alloh taolodan mag'firat tilagan degan. Yana bir kishi kelib uningga menga farzand ato qilish uchun Alloh taologa duo qilib qo'ysalar deganda uningga Alloh taolodan mag'firat tilagan degan. Uningdan bu turli dardmanlar uchun o'xshash javob berishining sababi so'ralganda men buni yenimdan davolmadim. Alloh taolaning Qur'onda Nuh alayhissalomning qavmiga degan so'zini bayon qilganligiga asoslandim deb javob bergan. Istig'for aytish Allohdan mag'firat tilash deganlik bo'lib, Allohning mag'firati degan bandani azobdan saqlab qolishidan iborat. Mag'firat tilashda niyat bilan tavba eng muhim asos. Mag'firat tilash degan so'zi va ish harakati bilan bo'ladi. Andaluslik mufassir Ibn Atiyya rahmatullohi alayh yuqorqi oyatning tafsirida Hasan Basri ko'rsatgan Alloh taolodan mag'firat tilash mening qarashimda astag'firulloh degan mag'firat tilash so'zila emas, balki gap so'z va ish harakatda rostchil va samimiy bo'lishdir degan. Istig'for aytishda niyat bilan tavbaning ahamiyatini Alloh taolo mu'minlarga sifatlagan yana bir oyatda mundoq bayon qilgan. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ya'ni tili bilan istig'for aytib, dili bilan pushaymon qilib, undan keyin u gunohni qilmaganlar demoqchi. Gunohiga dilida pushaymon qilmasdan tilining uchida istig'for aytish kazzoblarning tavbasi deydigan gapmi bor. Hasan Basridan bizning istig'forlarimiz nurg'un istig'forga muhtoj deganligi rivoyat qilingan. Istig'for aytishda til bilan dilning moslashishi, tavbaning muhimligi bunu hadisda ta'kidlangan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh bilan qasam qilamanki, men cho'qim kuniga 70 qatimdan ortiq Allohdan mag'firat tilayman, ham uningga tavba qilaman" deganligini anglagan. Til bilan istig'for aytishda astag'firulloh desimi, Uyg'ur tilida yoki boshqa tilda mag'firat tilayman, mag'firat qilgin, afu qilgin deganga o'xshash mag'firat tilashni ifodalaydigan so'zlar bilan desimi bo'ladi. Savban radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozidan salom bergandan keyin 3 qatim mag'firat tilaydi. Bu hadisni rivoyat qiluvchilardan biri bu hadisni o'rgatgan ustozi Imom Avzoiydan mag'firat tilash qandoq bo'ladi deb so'rganida u astag'firulloh deysan degan. Istig'forning eng yaxshisi bunu hadisda ko'rsatilgan. Shaddad ibn Avs radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan. Mundoq deyishing istig'forning g'o'jisidir. Allohumma anta robbi, la ilaha illa anta. Xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ey Allah, sen mening Rabbimsan. Senden başqa ilah yo'q. Sen meni yarattın. Men sening bandangman. Men sana bergan ahdim bilan va'damda kuchimning yetishicha ching turmoqdaman. Qilmishlarimning sharridan saqlanish uchun sendan panohlik tilayman. Menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimni iqror qilaman. Meni mag'firat qilgan. Chunki gunohlarni faqat senla mag'firat qilasan. Rasululloh yana mundoq degan: Kimki uni kunduzi chin dilidan e'tiqod qilgan holda o'qib, andan shu kuni kechqurgacha o'lsa, u jannat ahlidan bo'ladi.
Kimki uni kechasi chin dilidan e'tiqod qilgan holda o'qib, tong atqizg'uchi o'lsa, u jannat ahlidan bo'ladi. Mag'firat tilaganda diqqatini yig'ib, Allohdan umid qilgan holatda tilash lozim. Ba'zida diqqatini yig'may, og'zida istig'for aytsa, aytayotgan istig'forga zid keladigan bir gunoh ustida bo'lmasala, yoki pushaymon qilmaslikdan ko'ngli xoli bo'lsa, tilga ijobat bo'lmagan taqdirda ziyni yo'q. Balki zikr qilish bo'lganlik jihatdan savobli taat hisoblanadi. Ammo biror gunoh qilgan va tilida bu gunohdan pushaymon qilmay turib, shu gunoh to'g'risida istig'for aytsa, tili dilga zid kelganlik uchun u yuqorida deyilgandek kazzoblar doirasiga kirdi. Imom G'azali aytadi: tilida istig'for aytishmi yaxshi. Chunki tilning g'aflatda bo'lsa-mu istig'for aytib midirlishi tilning shu soatda bir musulmonning g'aybati yoki behuda gap so'z bilan midirlaganidan yaxshiroq. Balki u bu ma'siyatlarga aralashmay jim turgandanmi yaxshiroq. Demak, jim turishga nisbatan uning fazilati bor, lekin dilning amali uninga qitilmaganligi jihatdan kamtuk bo'ladi. Bu sababdan ba'zilar mening tilim ba'zi chog'larda zikr tilovat qiladi-yu, dilim g'afil qoladi deb ustozi Abu Osman Mag'ribiy hazratlaridan bu to'g'rida ko'rsatma so'raganda u sening a'zolaringdan birarsini yaxshi ishqa va zikrga odatlanishga, uni yomonlikqa va behuda so'zlarga ishlatmaslikka nisib qilganlik uchun Allohga shukr qilgan degan. Albatta, uning degani haqdir. Chunki badan a'zolarining yaxshi ishga odatlanib, yaxshi ishning bu a'zolarning tabiatidek bo'lib ketishi nurg'unlagan gunohlarni to'sib qoladi. Masalan, tili istig'for aytishga odatlangan kishi biror kishidan bir yolg'on gapni anglasa, odatlangani bo'yicha astag'firulloh deb soladi. Bu tilning yaxshi so'zga odatlanganligidan bo'lgan. Istig'for duo bo'lib, bu duo Allohni zikr qilishni o'z ichiga olganlik jihatdan zikrning bir turi hisoblanadi. İmam İbn Taymiye rahmetullahi alayh mundaq degan: kishilar zikr qilishda 4 darajada bo'ladi. Birinchi, dil bilanmi, til bilanmi zikr qilish. Buyurilganimi mushu. Ikkinchi, dil bilan zikr qilish. Agar tili ojiz bo'lsa, bumi yaxshi. Tili ojiz bo'lmasa, afzalni tark qilgan bo'ladi. Uchinchi, til bilan zikr qilish. Bu tilining Allohning zikri bilan namlanib turishi bo'lib, bu vaqtda farishtalar Allohni tili bilan zikr qilishdan boshqa yaxshiligini ko'rmagan bir kishining voqeligini hikoya qilishgan. Alloh taolo u kishi haqida mundaq degan: "Men bandam meni zikr qilib, kalpuklar meni tilga olib midirlabla turadi ekan, men u bandam bilan bo'laman." 4. Har ikkisida zikr qilmaslik. Bu ziyon tortquchilarning holidir. Hafiz Ibn Hajar mundaq deydi: "Zikr gohida til bilan bo'ladi. Buningga zikr qilguvchiga ajr beriladi. Onun mazmunini ko'ngliga akilib turishi shart qilinmaydi. Lekin uning mazmunidan boshqa bir mazmunni maqsad qilmasala bo'ldi. Til bilan qilgan zikriga dilmi qatilsa, bu mukammal bo'ladi. Uningga zikrining mazmuni o'z ichiga olgan Allohni ulug'lash, uni barliq nuqsonlardan poklash qatorliqlarni ko'ngliga akilishmi qo'shilsa, texmi mukammallashadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh